Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz Oqdaryo tumani Chorshanba qishlog'idagi fermer xo'jaliklarining biriga 10 kilovatlik suv nasoslari uchun 30 kilovatlik quyosh panellarini o'rnatib berdik. Endi bu fermer xo'jaligi suv nasoslari ishlatgan elektr xarajatlari uchun hech qanday to'lov qilmaydi. Ya'ni mustaqil o'zi uchun o'zi elektr ishlab chiqaradi. Hech qanday tarmoqdan elektr energiyasini sarf qilmaydi. Biz bu hududga umumiy quvvati 30 kilovat bo'lgan zamonaviy quyosh panellar tizimini o'rnatdik. Ushbu mustaqil energiya manbai tufayli nasos endilikda umumiy tarmoqqa ulanmagan holda to'liq quyosh energiyasi yordamida ishlaydi. Natijada har oyda o'rtacha 4 milliondan 6 million so'mgacha elektr energiyasi xarajatlarini tejaydi. Bu esa uzoq muddatda iqtisodiy foyda beradi. Ushbu loyiha orqali yana bir qayta tiklanuvchi energiya manbalarining samaradorligini ko'rsatib berdik. Agarda siz ham fermer xo'jaligingiz yoki dala yer egasi bo'lsangiz, u elektr xarajatlaringizni qisqartirmoqchi bo'lsangiz, suv nasoslari uchun alohida quyosh panellari o'rnatmoqchi bo'lsangiz, bizga, ya'ni Samsolar Energy'ga murojaat qilishlaringiz mumkin. 78 kodi bilan 333 60 70 raqamlari orqali mutaxassislardan batafsil ma'lumot ham olishingiz mumkin.